Assalomu alaykum yurtdoshlar, BCT.uz kanali yana sizlar bilan qarshingizda mana shunaqa mashina bozori. Bu mashina bozor Koreyada joylashgan, Koreyaning Daegu shahrida. Mana shunaqa mashinalar bor. Bugun faqat eksklyuziv mashinalar ko'rsataman sizlarga. Inomarkalar Koreya uchun ham yoki Koreyaning o'zining qimmat mashinalari, xullas noodatiy bo'lgan mashinalarni ko'rsataman. Agar orasida mana bunaqa kichkina hatchbacklar ham chiqib qolsa, Sparkning yangilari yoki boshqa mashinalar, ularni ham ko'rsatib o'taman. Sababi ular nafaqat Koreyada, butun dunyoda o'zining nimasi bilan mashhur. Ya'ni tez sotiladi, ko'p odamlar uradi, tabiatga ya'ni zarari kam. Xullas boshlaymiz. Mana birinchi nimani bizga Mercedes ochib beradi. Maybachning oddiysi emas, V12 motorligi hozir yarqirab turibdi. Menimcha shu bozorda bunaqa mashina yo'q. Bitta mana shu mashina turibdi, keyin qolgan mashinalar yonida turibdi desam. Xullas juda ham chiroyli mashina, S63 AMG. Ya'ni o'shani bazasida, ya'ni Maybach ham ishlab chiqarilgan. Mana Maybach. Mana sizlarga Maybach turishini qaranglar. Ko'rganingiz sayin, ya'ni ko'rgiz kelaveradi. Mana unaqa yoritgich chiroqlari, uchta mana unaqa qoshlari tushgani, bu yoqda katta lupa, kichik lupalar mashinani juda ham chiroyli qilib turibdi. Qop-qora rangda, faqat ikkita rangni ko'rasizlar bu yoqda, qora hamda mana shunaqa, ya'ni xromni ko'rasizlar xolos. Boshqa rang yo'q. Ichkarisiga kirganda endi salonni har xil bo'lishi mumkin. Mana qaranglar, jumladan mana stavkalar yoki bo'lmasam xromlar, oyna chetidagi hattoki burilish chiroqlari, faralarning o'zi hammasi qora hamda ya'ni xromdan tashkil topgan. Mana bu diskalarga endi alohida bir nazar solish kerak. Koreyada e'tibor beringlar, iloji boricha yo'llar kichikligini, ya'ni torligini hisobga olamiz hamda mashinalarning diskalariga qarasanglar ko'pchiligida unaqa chizilgan, bordyorga tekkan bo'ladi. Bu normal holat. Yangi mashinalar ham shunaqa bo'lsa, ya'ni o'ylamanglarki mashinani ezib haydabdi deb. Xullas mana shunaqa. Xo'p, mana bu yoqda diskalar qanaqa ekan? 245 ga 40 hamda 20 razmerdagi diskalar ekan. Ya'ni Michelin nimalarni taqib qo'yibdi. Bu mashinada mana qalpoqchasini qaranglar. Tormozning sistemi juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Xo'p, Pilot Sport, keyin 4ZP. Mana shunaqa ekan. Mashinaga mazza qilib o'zim ham qarab, "Vo" deb xursand bo'lib qaradim. Juda ham menga yoqadi. Ya'ni Mercedesni, mana Mercedes desa, ya'ni 3 ta mashina xayolimga keladi. Bittasi Geländewagen, G kuzov bilasizlar. Keyin Maybach yoki S-Class, keyin SLS, mana nima deydi, eshiklari osmonga ochiladiganday bo'lib, o'sha 3 ta mashinani men haqiqiy Mercedes deb bilaman. Qolganlari endi bilmayman kimga qanaqa. Qolganlardan ko'ra shu 3 ta mashina alohida bo'lib turadi. Hech kim bularni ya'ni bas kela olmaydi. Aynan shunaqa 3 ta mashina chiqara olmaydi. BMWning 7-seriyasi yoki bo'lmasam Audi'ning A8lari bu baribir S-Class yoki Maybachga yeta olmaydi. Buni tan olish kerak. Performance bo'yicha, ya'ni boshqaruv bo'yicha yeta olishi mumkin, lekin baribir komfort bo'yicha Mercedes menimcha o'tib ketsa kerak. Buni tan olib aytish kerak. Xo'p, yana bir narsa, mana Mercedesni S-Classdan Maybachni qayerdan farqlaysiz? Mana shu kuzovda, buni hamma bilsa kerak. Aynan mana shu joydan farqlasanglar bo'ladi. Bu emblemalarni har kim yopishtirib olishi mumkin. Maybach degani mana shu yoqdan farqlasanglar bo'ladi. Sababi o'rindiqqa o'tirganda odamni, ya'ni orqadagi o'rindiqdagi odamni boshi mana shu yerlarga to'g'ri keladi. O'shanda bemalol bu oynadan ko'radi hamda xavfsizlik uchun. S-Classlarda shu birgalikda, ya'ni eshik bilan birga ochiladi. Orqasiga mana qaraymiz, S650 Maybach. Voy. Mashinani turishi, orqa balonlar boshqacha ekan, oldi balonlar boshqacha, orqasi menimcha qishni balonlari ekan. Bu ham Michelin 275 ga 35-20, ya'ni ham kengligi bo'yicha farqlanadi. Xolos, kengligi bo'yicha farqlanar ekan, xolos. BMWda ham kengligi bo'yicha, ham katta kichikligi bo'yicha, ya'ni farqlanadi. Yana bir narsa izlar, Koreyada mana shunaqa narsa moda bo'lgan. Mana bu kamerani ko'rayotgan bo'lsanglar, bu kamerani aynan o'zlari qo'yishadi. Bitta Tesla'da bor agar adashmasam, shu yoqda joylashtirilgan. O'shandan olingan, ya'ni yonidan kelib qanaqadir transport hodisasi ro'y berayotgan paytda mashinani, ya'ni aniq dalillarni yig'ish uchun video registrator o'sha joyga o'rnatilgan. Bu mashina haqida men kichikrog'ini, ya'ni obzor qilganman. Maybachning oq rangini o'shani kanaldan topib ko'rsanglar bo'ladi. Xullas, juda ham zo'r mashinada V12 motor agar adashmasam, ya'ni qo'yilgan. Shu bilan V12lar hozir qo'yilmaydi, faqat V8 bor. Xo'p, texnik holatlar haqida sifrlarda adashim mumkin, lekin endi eng katta motor shu Mercedesdan hozirgi vaqtda aktual bo'lgan. Xo'p, mana bu yoqda Panamera turibdi, Porschedan. Porsche Panamera endi
bu BMWni 5-seriyasi 6-seriyalari bilan o'zini raqobatchi deb biladi. Bunday qarasanglar 5-seriyadan kattaroq bu. Lekin bitta narsani aytish kerak, BMWni 5-seriyasi bundan ko'ra yaxshi. Bu sal kattaroqdir. Bunda opsiyalar ko'pdir, bu qimmatroqdir, lekin baribir BMWni 5-seriyasi o'ziga, ya'ni nima deydi, yig'gan muxlislari Porsche Panamera'dan ko'ra, muxlislardan ko'ra ko'proq. Kelar, mashinaga bir qarab o'tamiz. Mashinada agar adashmasam bu plyonka yopishtirilgan. Bunaqa rang juda ham qiyin, bunaqa rang chiqarish. Shunaqa. Xo'p, keyin mana bu hamma yo'g'ini qoraytiribdi. Faralarini, ya'ni yo'ritgich chiroqlarini. Bu yo'qlarda 275 ga 35 21 razmerdagi, ya'ni diskalarni ko'rasizlar. Bu yoqda Pirelli shinalari. Xo'p, keyin yana nima bor? Endi bu mashina hozirgi vaqtda gibrid bo'lib chiqyapti. Bu bitta oldingi versiyasi agar adashmasam. Bu yoqda esa 315 ga 30-21. Ya'ni orqasi bo'lgan sari kengayib boryapti. Mercedesni endi bu Mercedes ham Porsche'ni Panamera'sidan ko'ra mana bu turbo eslari ham mashhurroq, ham tezroq, ham emotsionalroq. Bu mashina qandaydir bilmayman, qandaydir menga ma'qul bo'lmaganmi, xullas qiziqmaganman. Ana endi mashinalarni dodasi turibdi mana bu yoqda, mana Karol trassi deydimi, nima deydi? Bu 8-seriya. Endi 8-seriya 6-seriyani olib tashlab konvertdan 8-seriya deb chiqarishdi 30 yildan keyin. E31 da agar adashmasam, kuzov oxirgi marta chiqqani 90-yillarda chiqqan. Keyin mana yana 20-yillarning atrofida mana bunaqa bo'lib chiqdi. Mashina yana hozir konvertdan ketish arafasida turibdi. Shunday bo'lsa-da, o'zining muxlislariga ega. Bu mashina O'zbekistonda ham shu Manaman degan shu mashinani ishqibozlari bu mashinani yaxshi ko'rsa kerak. Mana u emblemaga e'tibor beramiz azizlar. Mashina bu emblema BMWning original emblemasi hisoblanadi. Faqat motorsportda poygalarda qatnashganda shu shildikdan foydalangan, logotipdan. O'shaning uchun ba'zi 1 yil mobaynida qaysi BMWni olsangiz, mana shunaqa logotip bilan kelgandi. Bu qanaqadir o'zlari yopishtirgan narsa emas, bu original. Mana shu BMW agar adashmasam 20-yildan buyog'idagi eng chiroyli BMWlardan biri. Hozir kapotini ochib qo'ygan, hali motor akkumulyatorni uzib qo'ygan menimcha. Shunga sal mana bosganda bir tomonni bosgan, bir tomonni bosmagan g'alati bo'lib turibdi. Bunga e'tibor bermanglar. Shunaqa pastda radarlari bor. Bu yoqda esa M shildik turibdi. Mashina M8 emas, menimcha bu mashina M850. Bu 8 li motor, 530 talik o't kuchi. Shunaqa. Xo'p, hozir orqasini ko'rganda bila olamiz. Kelar, buni ham diskalariga e'tibor beramiz. Qaranglar. Mashinada 245 35 ga 20 razmerdagi, ya'ni diskalar turibdi. Ya'ni shinalar taqilgan ekan. Xo'p, orqasidan ko'ramiz. Bu Grand Coupe. BMW 8-seriya Grand Coupe hamda Coupe versiyalari bor. 4 eshikli, 2 eshikli. X-Drive 850i. 4 ta balon tortadi. X-Drive 850 degani endi eng katta V8 li motor qo'yilgan degani. V8 li motor biturbo, ya'ni twin turbo, biturbo emas, twin turbo deymiz. O'shanda bu mashinani tuning qilsangiz raketa bo'ladi, raketa. Bemalol 1000 tagacha menimcha o't kuchini ko'tarsa kerak. Buni maqtashni hojati yo'q bu motorlarni. Xullas, mana shunaqa lazerli faralar azizlar. BMW hozir lazerli faralar chiqarmayapti. Mana u ko'kligidan ilgari bilardik, hozir chiqarmayapti. Oldindagi 600 metrni yoritadi hamda odamning ko'zini olmaydi. Shunaqa xususiyatlari bor. Mashina vohima. Juda ham chang haligi bo'lib turibdi. Bunga voy. Mashinalar kelar, narxini bir ko'rib chiqamiz, qancha ekan. 2022-yilgi model 76760 yuribdi. 4x4lik, buni bilamiz. Xo'p, motor Grand Coupe. Narxini qo'ymabdi-da jonivor. Narxi qayerda ekan? Narxi pastda turibdi. Endi hali qilib qo'yibdi. Albatta narxini sizlarga qo'yib ko'rsataman. Ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Panoramli lyuk. Mana shunaqa mashina edi. Keyingi mashina bu yoqda yana yonida turibdi. Mercedes AMG. Kelasi shu ataylab qo'yib qo'yishgan shekilli. Bir-biri bilan haligi qilsin deb. Mana butun dunyoda shu qaysi biri zo'r degan doim haligilar bor. Nima deydi? Odamlar orasida Barsa bilan Real deb turib hali qiladi. Xuddi shunaqa narsa bularda ham bor. Ana endi bu mashinaga qaraymiz. Bu mashina ham juda ham tez mashina. Kelar, bu orqasiga qaraganda aniq modelni bilamiz. GT ni qaysi versiyasi ekan? GT 43 ekan, kichikroq motor agar adashmasam, AMG ekan. Agar adashmasam bunda 4 silindrli motor edi. Gibrid hisobiga mashinani haligi qilishgan edi.
Ya'ni ham bir titlab ko'rish kerak ma'lumotlarni. Bu mashina ham agressivniy azizlar. Agressivniy, lekin faqat mana shu yoritgich chiroqlarda, mana patfarnik deymizmi xullas, o'sha joyda juda ham yongan, yoqqan paytda xunuk ko'rinadi. Mana u chista akula ko'rinadi. Yeb tashlayman deb turibdi. Bu qandaydir bilmayman. Boshqacha. Menga mana shu narsa yoqmagan nimada. Faralarni sal to'g'irlash kerak bo'ladi. Bu mashinani ham, ya'ni narxini sizlarga aytib o'taman. Menimcha bu GT mashinalari o'sha SLS dan keyin paydo bo'lgan hammasi. GT bo'lib ketdi. SLS lekin u bir xususiyatli mashina, haligi juda ham mana u ya'ni kapot qismi uzun, odamlar haligi qilardi, nima deydi. O'sha bilan ham bir chiroyli edi. Endi hozir bu ham qandaydir orqasidan qarasanglar chiroyli, lekin qo'polroq. Menimcha BMW bundan ancha chiroyli. Xo'p, yana qanaqa mashinalar bor? Xo'p, bu yoqda bu nemetskiyaligi edi. Mana bu yoqda esa haqiqiy koreyskiy mashinalardan biri EV9. EV bu Kia ishlab chiqaruvchilardan EV9 hisoblanadi. Bu nima degani? Electronic vehicle eng kattasi. Endi Ioniq 9 ham chiqqan, u ham juda katta. Endi bu o'shalar qatorida yuradi. Agar salonlarda bo'lsa bir olib, albatta sizlarga ko'rsataman. Buni o'zini shakli to'rt burchak ko'rayotganinglardek, hamda diskalaridagi mana nimalar ham to'rt burchak ko'rayotganinglardek mana shunaqa dizayndan foydalanishgan. Kelinlar bir ko'ramiz. Hankook degan nimalarni taqibdi. Xo'p, yana nimalar bor? 285 ga 45 21 ekan. Xo'p, orqasida qanaqa ekan? Menimcha orqasida ham shunaqa bo'lishi kerak. 285 45 ga 21. Mana shunaqa nimalar taqilgan. Bu mashinalar rosa og'ir. Hozir mana bu yoqda qancha tok sarflashini bu yo'g'ini yozib qo'yibdi. Shunda bitta maksimum zaryad bilan 454 kilometrgacha menimcha, ya'ni yursa bo'ladi deb qo'yibdi. Endi realniy hayotda bu narsa boshqa. Pechkani ishlatganinglarda, chiroqlarni ishlatganinglarda boshqa bo'lganda, bu taxminan shu bir 400 kilometrcha yurib beradi. Xo'p, mana orqasidan mana shunaqa taxminan ko'rinadi. Koreyadagi mana bu ko'k nomerlarning hammasi, ya'ni tok bilan harakatlanadigan yoki bo'lmasam ichki yonuvchi dvigateli yo'q degan ma'noni anglatadi. O'shanda dizel hamda benzinlarda, gibridlarda boshqa rang bo'ladi, oq bo'ladi. Mana bunaqa esa faqat vodorod bilan yuradigan mashinalarda va mana bunaqa elektromobillarda shunaqa rangdan foydalanishadi. Kim uchundir shunchaki ma'lumot, endi bilib qo'ysanglar, ya'ni yaxshi. Hozir mana oldidan qaraymiz. Oldida nimalar bor? Kiaga xos bo'lgan bitta to'g'ri chiziq ketgan. Ular vertikal bo'lib mana bunaqa tushgan. Hamda mana ko'rayotganinglardek linzami lupalarga to'lib ketgan bu yoq. Xullas, radiator panjaralari yo'q, bu plasmasda. Kamera bor. Mana bu yoqda radiator panjaralari joylashgan. Mashinani issiq sovuqligiga qarab ular ochiladi, yopiladi. Xullas, o'sha payti menimcha shu batareyani sal, ya'ni sovutsa kerak. Xo'p, mana yana bitta Mercedes. Buni bilasizlar, S-Class AMG. Bunda haqiqiy biturbo. Mana shu mashina juda ham chiroyli mashina, ya'ni hisoblanadi. Umuman olganda bomba bo'lib turibdi. Formatik ekan, Formatik Plus versiyasi ham bor. Men uni to'liq obzor qilganman. Ko'rsanglar bo'ladi. Mashina zo'r. Bu mashina haqiqatan ham BMW da yo'q bo'lgan, ya'ni M7 Mercedesda bor. Nima bilan? Ya'ni S63. Bu yoq faqat Mercedes bo'lib ketibdi. Kelinglar, yana ko'ramiz. Mana bu yoqda yana bitta Mercedes turibdi. Tekshirilgan, hech qanaqa urilmagan, vahima bo'lib turibdi. Ana endi bu Mercedes, mana bu ham AMG yoki bo'lmasam AMG V8 biturbo. Bu mashina BMW ning X6 bilan to'g'ridan-to'g'ri raqobatchi hisoblanadi. Baribir menimcha BMW ning X6 bundan sal haligiroq bo'lsa kerak. Odamlarga ma'qul bo'lsa kerak, ya'ni ham bilmadim. Men faqat BMW haqida obyektiv fikr ayta olmayman. Yon bosib ketaman, shuni to'g'ri tushunasizlar. Xo'p, mana bu yoqdan ko'ramiz. GLE 63S, ya'ni BMWlarda competition versiyasi bilan, ya'ni to'g'ri keladi mana. Ko'rayotganinglardek. Mashina juda ham tez, bunda ham V8 motor o'rnatilgan, turbinalari ikkita. Вообще nima deydi, umuman olganda zo'r mashina hisoblanadi. Qaranglar, hattoki mana bunaqa yonidan haligi stop chiroqlar deymizmi, sariq, juda ham boshqacha qilib turibdi mashinani. Nostalgiya izlar. Ilgari velosipedlarda bo'lardi shunaqa, mashinalarda bo'lardi. Mashina juda ham boshqacha bo'lib turibdi. Takoy shug'ullanib olgan kachok Mike Tysonni eslatib mana. Mashinaga qiziqadiganlar buni tushunsa kerak. Xo'p, orqasi sal ko'tarilgan, oldi qismi tushday hali engashib turibdi. Xullas, bu mashinaga
mana Genesislar yoki bo'lmasam qanaqadir mashinalar yaqiniga ham yo'l olmasa kerak. Bular umuman boshqa dunyo mashinalari. Xullas azizlar, mana shunaqa mashinalar. Hozir yana yuramiz, yana ko'ramiz. Orada bir boshqacha mashinalar ham chiqib qolishi kerak. Buni ham albatta narxini sizlarga qo'yaman, ko'rib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Kelinglar ko'ramiz. Hankook degan balonlar qo'ygan ekan. Bularga ham ular 285 40 22 razmerdagi balonlar. Hamda orqasida menimcha kengroq. Orqasida Pirelli qo'ygan. Xo'p, 325 ga 35 22 razmerdagi diskalar. O'sha bilinib turibdi, bu juda sport mashinalari. Xullas zo'r. Mana shunaqa azizlar, eksklyuziv mashinalar, eksklyuziv. Xo'p, yana davom etamiz. Yurib, davom etib ketaveramiz. Mashinalar mana shunaqa qilib sekin to'g'rilashadilar. Xullas, yana qanaqa mashinalar bor? Hozir bitta bir g'alati rangdagi bir Spark ko'rdim. Sparkning ishqibozlariga baribir katta nima deydi? Legenda endi tan olish kerak. Spark O'zbekistonda вообще o'zimizda ham Spark bor desam. Mana Sparkning yangi versiyasi bizlarnikidan keyin chiqqan. Menimcha 2017danmi chiqa boshlagan. Agar adashmasam, rangini qaranglar. Mint deyiladi, mana shu rang. Agar adashmasam, bunda zavodskoy 15-razmerdagi diskalar bilan keladi hamda agar adashmasam 10 taga yaqin bu mashinada himoya yostiqchalari mavjud, airbaglar. Hamda lupalashtirilgan faralar zavoddan o'sha keladi. Xromlashtirilgan, mana bunaqa black piano deymizmi, qoraytirilgan bir g'alati opsiyalari bor. Kelinglar o'zi ko'ramiz mashina qancha ekan. Xo'p, 21-yilgi model. Mashina 39654 kilometr yurgan. Hamda mashinaga 8 million, xullas 9 million so'rashyapti. Где-то bu $7000 bo'lsa kerak. Aniq narxini yozaman, ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Mashinada mana bunaqa park nima deydi? 5 ключевой достуp nimalari bor. Xo'p, orqasidan ko'ramiz. Spark Premier ekan. Spark Premier. Malibu Premierlar ham endi Spark Premier. Mana kimga qiziq bo'lsa, pastki qismi mana yomon emas. Mashina haligi bilinadi, haligi mana orqa kameralar ham bor ekan. Mashina ezilmagan, tepasi qoraytirilgan. Buni luk ham bor. Zavoddan albatta buni screen boshqa narsalar ham bor. Hattoki qaranglar, mana yaqinlashgan paytda yonadigan nimalar ham bor. Mana bitta yonadi, ya'ni yaqin sizga yana bitta mashina yaqiningizdan kelyapti, pavorot qilayotganingizda, obgon qilayotganingizda hushyor bo'ling degan, ya'ni ma'noni anglatadi. Mana shunaqa mashinalar ekan, maza qildim hozir ko'rib. Havo ham yaxshi edi. O'shanga sizlarga nima deydi, ko'rsatishga qaror qilgandim. Hammaga o'zi orzu qilgan mashinalarni olish nasib qilsin azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta kanalimizni qo'llab-quvvatlaylar.